Assalamu alaikum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun Urumchi qirg'inchiligininki xotir kuni. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqishi kerak. O'ylab beqinglar, simvol xarakterlik namoyishlar o'tkazildi. Falan yil. Mayli men chiqishning oldida bo'lsin. Dava. Uyg'urni setib 71 yil davo qilgan bilan alqanchalik ya elingani yo'q. Zulm teximi eshib ketdi. O'ylab beqinglar, vatanga o'g'irlikchi bo'lganlarni xoin deb atalib qoldi 100%. Hozircha berib kelayotganlar bor. So'dalar tinish to'xtalgani yo'q. So'dingiz, yana bir narsangizni mehrdan kashkitsangiz, shu zamonning egisi ekanligingizni bildirsangiz, xotirjam berib kelalaysiz emasmi deb turib bir qanchasining savoliga javob berdim. Gerçi hayatımız degan shu bultur yangi yil dedik. Yangi yildan keyin mana 6 oy o'tib ketdi. 7-oyini uzat qilyapmiz. Vaqt degan o'taverdi. Hammamiz aynak qarab baqsaqla bilamiz yeshimizdan nereden nergacha kelganini. Zulm shu bitim qarindoshlarimiz o'ylab beqinglar, o'zinglarning qarindoshlariga bo'lsinmi ega chiqqanlar dedik. O'rnidan qopqanlarni, qarindoshlarga ega chiqqanlarni aqыңızda kim bor? Kimning quvvatida deb ma zulm ichidagi dard ichiga patmay o'rnidan turgando demay sizning keyningiz zumrat bormi? Anan keynida kim bor deb marab o'tirishdan nomus his qilmamsiz o'zingiz. Mushu chiroylarga qarab beqinglar. Mushlarmi Uyg'urlar? 7-oyning 5-idagi ko'rinishlarni ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Gerçi u vaqtlarda biz oldiga chiqib bu ishlarga qatnashmagan bo'lsaqmi, mushlar bizning qarindoshlarimiz bu. Mushlar bizning qarindoshlarimiz. O'ylab beqinglar, boshqa kinolarni ko'rganda hayajonlansizlar, ko'zinglarga yosh keldigandi, lekin o'zimizning qarindoshlarimiz zulmininki bir tomoshabini, huzurlanguchisi aylanib qolsak, qanchalik bir nomussizlik yoki sharmandalik yoki qandaq o'zinglar savol qo'yib javob izlab beqinglar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.